Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bizda bugungi mavzu dasturlashsiz va bepul kinobot yaratish bo'ladi. Tomoshabinlarimizni vaqtini hurmat qilgan holda videoni cho'zmasdan boshladik. Ha aytgancha, biz 700 ta bo'lishimiz bilanoq anime botni ham tekin va dastursiz yaratish haqida video qilaman. Obuna bo'lish va like tugmachasini bosib qo'ygan bo'lsangiz, boshladik. Xo'p, har doimgidek birinchi bo'lib Telegramga kirib olamiz va u yerga tez yasaydi Xbot deb yozamiz. Yozib bo'lganimizdan so'ng esa bu yerda bot chiqadi. Shu botga kiramiz. U botga kirganimizdan so'ng albatta start tugmasini bosamiz va bu yerdan menyular kelib chiqadi. Xohlagan menyuni bosganingizdan so'ng esa majburiy obuna so'raydi. Majburiy obunadagi kanallarga qo'shilganimizdan so'ng tekshirish tugmachasini bosamiz va undan keyin haqiqiy asosiy menyu chiqadi va bu yerdan pastki menyulardan boshlasak, birinchi bo'lim bu virtual bo'lim hisoblanadi. U bo'lim orqali biz hostingga joylangan botlarni webhook qilishimiz mumkin bo'ladi va keyingi menyu bu bot do'koni. Bot do'koni orqali xaridor bo'lib kirishingiz mumkin. Ma'lumotlar tugmasini bosish orqali esa qoidalarni bilib olishingiz mumkin. Keyingi bo'lim esa kabinet hisoblanadi. Kabinetda o'zingizni IDingiz va UIDingiz, balansingiz, takliflaringiz soni va statusingizni bilib olishingiz mumkin. Ya'ni asosiy ma'lumotlar. Keyingi menyu bizda pul ishlash bo'limi. Bu yerda esa 7 xil turdagi pul ishlash funksiyalari mavjud va eng asosiy tugma, bizga kerak bo'ladigan tugma ham botlarni boshqarish va bu yerdan yangi bot ochish tugmasi bo'ladi. Yangi bot ochish tugmasini bosganimizdan so'ng kinobotlar menyusini tanlaymiz va u menyuni tanlaganimizdan so'ng Mega Kinobotni tanlaymiz. Bu yerda botlarning narxi ham ko'rsatilgan va buni o'zimizga kerak bo'lgan botni tanlaymiz va botni yaratish tugmachasini bosamiz. Botni yaratish tugmasini bosganimizdan so'ng esa balans orqali yoki karta orqali deydi. Bizda balans bo'lgani uchun balans orqali tugmasini bosamiz. Undan keyin esa biz botga token yuborishimiz kerak, ya'ni o'zimizni tokenni. Buning uchun biz bot fazerga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Bot fazerga kirib, u yerdan biz yangi bot yaratib olishimiz kerak bo'ladi va buning uchun new bot buyrug'ini yuboramiz va botga nom tanlashimiz kerak bo'ladi. Biz tez kino bot deb nomlaymiz. Chunki tez yasaydi botdan yaratayotganimiz sababli. Keyin bu botga username tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, xohlagan o'zingizga kerakli bo'ladigan username jo'natishingiz mumkin. Men masalan tez kino bot deb jo'natmoqchiman. Bu agar xuddi mana shunaqa xabar kelsa, bu username band bo'lgan bo'ladi va biz boshqacharoq nom tanlashimiz kerak va u nom boshqalarda bo'lmasligi kerak. Buning uchun tez kino fast uzbot deb uzun nom tanlaymiz va bu yerda bizga token beradi. Tokenni bitta bossak avtomatik buferga saqlanadi. Keyin botga qaytamiz va botga qaytganimizdan so'ng xuddi shu saqlangan xabarni botga jo'natamiz va bot qabul qilib, botni bizga yaratib beradi va botga o'tish tugmasini bosganimizdan so'ng bizning kinobotimiz tayyor bo'ladi. Boshlash tugmachasini bosamiz va mana tayyor. Boshqaruv paneli tugmasini bosishingiz orqali admin panelga kirishingiz mumkin. Bu panel faqatgina sizga ko'rinadi, oddiy foydalanuvchilarga ko'rinmaydi. Bu yerda kanallar, kino yuklash, xabarnoma, statistika, bot holati va adminlar tugmalari mavjud. Birinchi bo'lib bot holati tugmasidan boshlaymiz. Bu tugmaning vazifasi bot yoqilgan yoki o'chirilganligini bildirib turishdir. Keyingi tugma esa adminlar tugmasi. Bu tugmani bosishingiz orqali siz yangi admin qo'shsangiz, adminlar ro'yxatini ko'rishingiz va adminni olib tashlashingiz mumkin. Keyingi bo'lim statistika. Bu bo'lim orqali kunlik yoki haftalik yoki o'zingizga kerak bo'lsa oylik statistikalarni ham ko'rib olishingiz mumkin. Keyingisi xabarnoma. Xabarnoma tugmasi orqali oddiy xabar, aynan bitta userga xabar yoki forward xabar jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi tugma bizda kanallar tugmasi. Bu yerda majburiy obunalar, kino kanal va yopish tugmalari mavjud. Kino kanal bosishingiz orqali kino qaysi kanalga jo'natilsa, xuddi ana shu kanalni kiritishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz yangi kanal ochib olamiz. Iloji boricha kanalni ham botga mos nom bilan nomlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, tez kino bot deb. Keyin esa kanalga username tanlashimiz kerak bo'ladi. Buning username ham tez kino fast. Mayli, fast deb nomlayveramiz.
Va kanal ochib bo'lganimizdan so'ng biz yaratgan botimizni qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, mana bot chiqdi. Botni qo'shamiz va kanal tayyor. Keyin botga qaytamiz. Va albatta bu kanalning username ham kerak bo'ladi. Botga qaytganimizdan so'ng xuddi shu kanal username tashlaymiz. Tashlaganimizda e'tibor bering, xuddi namunadagidek tashlashingiz kerak bo'ladi va bot ushbu kanalda admin emas desa, botni kanalga admin qilishimiz kerak bo'ladi va bu yerda iloji boricha hamma narsaga ruxsat berishimiz kerak bo'ladi. Admin qilamiz va yana botga qaytamiz. Botga qaytganimizdan so'ng xuddi shu kanal username'ini yana qaytadan tashlasak ham bo'laveradi. Kanal username'ini copy qilamiz va qaytadan jo'natamiz. Mana xuddi shu kino bot bizga qo'shildi. Endi majburiy obunalar ko'rib chiqamiz va bu yerdan xuddi shu kino kanalimizni majburiy obunaga ham qo'yishimiz mumkin. Bu yerda ommaviyni tanlaymiz va qo'shish tugmachasini bosamiz. Xuddi shu tugmani bosganimizdan so'ng boya saqlagan kanalimizni username'ini jo'natamiz. Jo'natganimizdan so'ng bot aytadi nima bo'lganini. Mana muvaffaqiyatli qo'shildi deyapti. Demak, endi bizda majburiy obuna funksiyasi mavjud. Kino yuklash tugmasini bosganimizdan so'ng biz botga qo'shiladigan kinoni qo'shishimiz mumkin. Bu yerda biz o'zimizga kerakli bo'lgan rasm va unga caption jo'natishimiz kerak bo'ladi va bu bot avtomatik kino kanalga ham poster qilib tashlaydi. Va mana bizda birinchi rasm qanaqadir dorama haqida bo'ladi. Shuni tanlaymiz va pastiga nomini, qismini, xullas qisqacha ma'lumotni jo'natishimiz kerak bo'ladi botga. Xo'sh, birinchi qism, keyin jo'natamiz. Internet judayam past ishlayapti. Kutamiz. Va mana jo'natildi. Keyingi vazifamiz bizda o'sha filmni o'zini yuborish bo'ladi va men o'rtadagi bitta videoni tanlab yuboraman. Menda u film bo'lmaganligi sababli. Xo'sh, video yuklanishini kutishimizga to'g'ri keladi. Video ketgandan so'ng esa bot avtomatik kanalga yuboradi va posterni ham o'zi tayyorlaydi. Va mana botga kino yuklandi va filmni ko'rish tugmasi orqali kino botimizga yuklangan kinoni ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bot avtomatik kanalga ham poster qilib tashlagan. Kino yuklash kodi 1 va bu kinoni havola orqali ham yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Va mana biz tashlagan video va pastidagi ma'lumotlar kiritilgan. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lish va bu videoga like bosish esdan chiqmasin. Agar bot bo'yicha qanaqadir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, mening asosiy profilim har doim yordamda. Keyingi video qanaqa bot ochish haqida bo'lishini esa kommentariyada yozib qoldiring.